studentlar, darsga boshlaymiz. Oxirgi marta 40 tali testni o'yga vazifa qilib bergandim. Demak, tekshirib olamiz. Boshladik. Ishlaganlar gruppaga javoblarni yozib ketsa, faqat raqam bilan. Boshladik. Birinchi test. Qur'onda so'zda nechta yasovchi qo'shimcha bor? Asosi qora bo'ladi, metr esa lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha, bu esa tub so'z hisoblanadi. Bu yerda hech qanaqa so'z yasovchi qo'shimcha mavjud emas. Ikkida quyidagi gapda qanday bo'lak uyushgan? Demak, uyushgan bo'lak topamiz. Yozuvchilar, kompozitorlar, o'rganingiz kesim. Bu yerda undalma bo'lgan ekan. Bu yerda so'zlovchining fikri qaratilgan ekan. Bu yerda undalma uyushgan ekan. Mana shu yergacha undalma vazifasida kelgan. O'rganingiz kesim bo'lsa, sizlar ega bo'lgan. Bu yerda sizlar degan egamiz yashirin holatda turibdi, ya'ni belgisiz turibdi. Demak, A javob to'g'ri bo'ladi. Undalma uyushib kelgan. Xo'sh, uchinchi test. Qaysi gapdagi kelishik qo'shimchasi ko'makchi bilan almashtirish mumkin? Uchinchi testga. Xo'sh, darsdan, demak, ko'makchi deganiga mana keyin bor. Darsdan keyin kutubxonaga boramiz. Kelishikni degan ekan, kelishikni ko'makchi bilan kutubxonaga boramiz. Demak, kutubxona tomon boramiz desak ham bo'ladi, o'tirib tursin. Akam qishloq xo'jalik institutiga o'qishga kirishga tayyorlanmoqda. O'qishga kirish uchun. Mana bu yerda uchun bilan almashtirsa bo'ladi. Uchun. B javob to'g'ri bo'ladi. A javobda kutubxonaga boramiz bilan kutubxona tomon boramiz, ikkalasi ma'nosi farq qiladi. A javob to'g'ri bo'lmaydi. O'rtog'im fikrimga qo'shilmasa ham jinni bo'lib qoldi. Bu yerda bo'lmaydi. Bir kuni o'rtog'im bilan kinoga bordik, ya'ni kino tomonga bordik deb bo'lmaydi. Xullas, A javobim, D javobim chiqib ketadi, B javob bo'ladi. O'qishga kirishga tayyorlanmoqda yoki kirish uchun tayyorlanmoqda tarzda bo'ladi. Xo'sh. Davom etamiz. Demak, 4-chi test. Qaysi qatordagi so'zning tasviriy ifodasi noto'g'ri berilgan? Fazmol ochinlari o'xshadi. Makka jo'xori dala malikasi o'xshadi. Archa o'rmon malikasi o'xshadi. Shoirlar esa mo'yqalam sohiblari emas. Noto'g'risi daraxt bo'lar ekan. Bular o'zi rassomlar edi. Keyingi faqat shovqinning o'zidan iborat bo'lgan nutq tovushlari qanday tovushlar hisoblanadi? Faqat shovqindan iborat bo'lishi kerak ekan. Bu yerda unli tovushlar, keyin jarangli undoshlar, jarangsiz undoshlar, keyin yo'lashgan unli. Yo'lashgan degan narsa o'tib ketadi. Xo'sh, bu qoida bo'lib kelyapti. Qoida shovqinning o'zidan iborat bo'lsa, bunga qaysi javob to'g'ri? Bahormikan? Jarangli undoshlar. Qanig'i? B javob deyishdi. Demak, B javob. Jarangli undoshlarda shovqinning o'zidan iborat bo'lar ekan. Keyingisi 6-chi test. Xo'sh, mazkur bayt muallifi kim? Suratingda Homayin sun erdi tahrir ustuna, chunki etdi ko'zingiz sehr etdi tasvir ustuna. O'zi Ogahiyda ustuna radifli g'azali bor, lekin ustuna bunaqa yozilmagan edi lekin. Bu yerda qanday chalg'itishlik bor. Ustunada bunaqa baytlar yo'q lekin. Buni bitta ko'rish kerak. Xo'sh, Lutfiyda bo'lishi mumkin. Lutfiyda. Lekin Ogahiy emas bu. Lutfiy bo'ladi. Ogahiy bizda chalg'ituvchi savol kelgan bu yerda. Ogahiy chiqib ketadi. Lutfiyniki bu. Keyingi. Xo'sh, 7-chi test.
O'zlik nisbatdagi fe'l qaysi qatorda qo'llangan? Birinchi fe'llarni topamiz. Navoiy sehrli savdolarga beixtiyor berildi. O'zi beriladi. Bu o'zlik nisbatda turibdi. Ajob to'g'ri bo'ladi. O'zi berildi. O'zlik nisbati qo'shimchalari l, keyingisi il, keyingisi n, keyin in qo'shimchasi bo'ladi. Bu yerda il bor ekan. Ko'p o'tmay dalalarda ertagi karam niholar yashnadi. Bu aniq nisbatda turibdi. Ularga javob berilsa kimdir tomonidan. Bu majhul nisbat. Saida bir yigitga ashura ayttirdi, tir esa orttirma nisbatda turibdi. Demak, yettiga A javob to'g'ri bo'ladi. Kim A javob olgan bo'lsa to'g'ri bo'ldi. Xo'sh, keyingisini yozinglar javoblaringizni. 8-chi test. Mazkur gapda sifat, ot, fe'l yasovchi ega bo'lgan so'zning sinonimi. Avval o'sha so'zni topishimiz kerak ekan. Bizning katta bobomiz bolalarga mehribon, shirin so'z bo'lganlar. O'zlari botir, qo'rqmas hamda pishiq odam edilar. Mana bu yerda manaki pishiq so'zida qarang. Qo'shimchasi sifat yasagan. Xo'sh, film yasadi. Misol uchun zo'riqmoq fe'lida. Zo'r sifatdan fe'l yasaydi. Zo'riq. Zo'riqda fe'l yasaydi. Pishiqda sifat yasaydi. Keyin otam yasaydi. Ot so'z turkumi ham yasaydi xullas. Xullas mana shu so'zni aytyapti. Pishiq odam. Ana endi shu so'zni sinonim topishimiz kerak. Buyuk odam edi, yo'q. Kamchiqim odam edilar, yo'q. Qo'rqmas hamda rahmdil, yo'q. Pishiq odam shu botirga to'g'ri kelyapti-da. Demak, ajob yaqinroq bo'lar ekan. Ajob to'g'ri. Chopiqda ot yasaydi. Chopiq so'zida. Chopiq. Chopmoq fe'lidan ot yasagan. Ustoz, antonimni sinonim deyapti-yu. Tushunmadim. Sinonimi qanaqasiga botir bo'ladi? Boshqa variant to'g'ri kelmayapti. Bizning katta bobomiz bolalarga mehribon, shirin so'z bo'lganlar. O'zlari botir, qo'rqmas hamda pishiq odam edilar. Ikkita botir bo'lib qolyapti-da. O'zlari botir. Yo, pishiqqa kamchiqim tushmaydimi deyapman. Kamchiqim. Kamchiqim. Juda kamchiqim odamsiz deydi-ku, juda pishiq odamsiz deganda. Qo'rqmas hamda kamchiqim odam edilar yoki pishiq odam edilar. Pishiq buyuk chiqib ketadi, rahmdil chiqib ketadi. O'zi sal g'aliz bo'lib qoldi. Ikkita botir so'zi qo'llansa ham g'aliz bo'lib qoldi-da. Shu kamchiqimni olsa yaxshiroq ekan. O'shada chunki pishiq odam odatda rasxotdan qochadigan odam deyiladi-yu, shunaqa ortiqcha rasxot qilmaydigan odam pishiq deyiladi. Shu kamchiqim bo'ladi-da. To'g'ri, 9. Mikrofonni o'chiring. Qaysi qatordagi gapda metafora usuli asosida ma'no ko'chgan? Metaforani topamiz. Qishning achchiq sovug'i metafora. Sovuq hech qachon achchiq bo'lmaydi. Bu metafora deyiladi. Majnun bo'lib yig'lab qichqirdi. Xo'sh, bu yerda hech qanaqa ma'no ko'chish bo'lmagan. Majnun bo'lib yig'lab qichqirdi. Bu chiqib ketadi. Nikolay zamonida ostonam tuyoq ko'rmagan. Qarang. Ostonam tuyoq ko'rmaganda bu sening doha bor. Nikolay zamonida ostonam tuyoq odam kirmagan ma'nosida kelyapti-da. Tuyoq orqali inson nazarga tutilgan. Bu sening doha bo'lgan. Bu yil oyim 65 yoshga kirdi. 65 yosh bo'ladi. Mana bu yerda yosh so'zi tushib qolgan. So'zimiz tejalgan. Bu metonimiya deyiladi. 19 ga kirdim desa ham metonimiya bo'ladi. 56 ga kirdim, metonimiya bo'ladi. Javob to'g'ri. Keyingisi, urg'u haqidagi to'g'ri hukmlarni belgilang. Xo'sh, urg'uni topamiz. Birinchisi, ma fe'lning bo'lishsiz shakli qo'shimchasi urg'u olmaydi. Bu to'g'ri. To'g'ri. Qachonki so'z yasovchi bo'lsa urg'u oladi. Misol uchun ot yasasak, tortma, suzma da maga urg'u tushadi. Yoki qaynatma sho'rvada ham maga tushadi.
Lekin bo'lishsiz variantida urg'u olmaydi. Borma, kelma, o'qima, yozma urg'u olmaydi. Ikkiga ma so'z yasovchi qo'shimchasi urg'u oladi. Bu to'g'ri. Man, san, mis, siz, fe'lning shaxson qo'shimchalari urg'u olmaydi. Bu ham to'g'ri ma'lumot. Bu ham to'g'ri ma'lumot. Bizga barcha javob to'g'ri olamiz. O'tirib tursin. Xo'sh, 4ga siz so'z yasovchi qo'shimchasi urg'u oladi. To'g'ri. Misol uchun, siz shaxson bo'lsa urg'u olmaydi, lekin siz so'z yasovchi bo'lsa oladi. Bilimsiz, aqlsiz deb oladi. Keyingisi cha, day, dek, ravish yasovchi qo'shimchalar urg'u olmaydi. Bu ham to'g'ri. Bu ham to'g'ri. Ana endi cha otlarda kichraytirish, erkalash qo'shimchasi urg'u oladi. To'g'ri lekin. Qachonki cha ravish yasovchi bo'lsa urg'u olmaydi, lekin otlarda kichraytirish uycha, bolacha desak, bunda urg'u oladi. Bunda urg'u oladi. 7-si qo'shimcha shaklidagi yuklamalar urg'u olmaydi. To'g'ri. Misol uchun mi, chi, a, ya, gina, kina, qina, oq, yoq degan yuklamalar bor. Urg'u olmaydi. Lekin o'sha gina, kina ichida mana gina otlardagi erkalatish bo'lsa urg'u oladi lekin. Misol uchun bolaginam, onaginam erkalash bo'lsa oladi. Lekin yuklama bo'lsa olmaydi. Bu ham to'g'ri. Sonlardagi ma'no turlarini yasovchi qo'shimchalar urg'u olmaydi. Misol uchun mana ta, tacha, tadan degan qo'shimcha ov, ala, ovlon o'shalar urg'u olmaydi. Bu ham to'g'ri. Ayrim olmoshlarga urg'u oxiriga tushmaydi. Ayrimlarda. Misol uchun hamma, bunga belgilash olmosh aytay. Hamma birinchi a ga tushadi. Lekin oxiriga tushmaydi. Hamma, barcha birinchisiga tushadi. Barcha. Bu ham to'g'ri. Ayrim ravishlarda urg'u oxiriga tushmaydi. Ayrim ravishlarda. Misol uchun qaysini aytamiz? Doimo. Manaki doimo bo'lmaydi, to'g'rimi? Doimo, doimo, doimo. Menimcha birinchisiga tushsa kerak, lekin oxiriga tushmaydi. Doimo birinchisiga tushyapti. Bu ham to'g'ri. Ayrim bog'lovchilarda urg'u oxirgi bo'g'inga tushmaydi. Misol bog'lovchi deyapti. Bog'lovchi mana va, hamda, bilan, keyin, chunki, negaki, shuning uchun, shu sababli degan bog'lovchilar bor. Teng bog'lovchilar va ergashtiruvchi bog'lovchilar. Ya'ni oxirgi bo'g'inga tushmaydi. Misol uchun qaysini aytamiz? Balki aytaylik, mana zidlov bog'lovchisi. Balki mana a ga tushadi, ki ga tushmaydi. Demak, oxirgi bo'g'inga tushmaydi. Ayrim bog'lovchi. Balki. Ammo mana ammo birga tushyapti a ga. Ammo bo'lmaydi. Ammo bo'lmaydi. Ammo bu ham to'g'ri. Ikkinchi, uchinchi shaxs buyruq istagmaydi. Misol uchun o'qigin, ya'ni sen gin, kin, qinda qo'shimchasi. Ikkinchi, keyin uchinchi sin degan qo'shimchasi bor. O'qisin, borsin. Fe'llarida urg'u oxiriga tushmaydi. Bu ham to'g'ri. O'qisinda, o'qisindagi singa tushmaydi, o'qiga tushadi. Borgindagi ginga tushmaydi, borga tushadi. Bular o'zi hammasi to'g'ri ekan pashti. Urg'u ma'no farqlash vazifasini bajaradi. Bu ham to'g'ri. Misol uchun hozir so'zini olaylik. Hozir. Ravish so'z turkumi ma'nosida Sardor darsga hozir keldi. Mana hozirda oni bitta cho'zaylik. Hozir keldi. Bunda ravish bo'ladi. Ana endi Sardor darsga doimo hozir, ya'ni tayyor ma'nosida i'ga tushadi. Sardor darsga doimo hozir. Bunda i'ga tushadi. Sifat bo'lsa i'ga tushadi, ravish bo'lsa o'ga tushadi. Ana shu urg'u ma'noni farqlash degani. To'g'ri, hammasi to'g'ri. D javob bo'ladi. D javob olganlar bormi? Urg'u mavzusi bor menga. Urg'uni o'tganman. Xo'sh, 11 ga aytinglar.
Aynan bir so'zning ikki tilda kelishi natijasida paronim hosil bo'lgan juftlikni toping. Demak, ikki tilda kelishi degan ekan, ikki tilda. Xo'sh, mana bu bor ani surma ot yasasa A'ga tushadi. Bo'lishsizlik variant bo'lsa A'ga tushmaydi. Bu paronim degan ekan. Surma bu paronim emas-ku. Bu paronim emas u, chiqib ketadi. Bosma ham paronim emas, chiqib ketadi. Tok tok, ton ton. Biza paronim so'rayapti-ku. Biza urug'ini berib qo'yapti. Ton ton, akademik. Nima tushunmadim. Bular paronim emas u. Sizlar qaysi javobni oldinglar? O'zinglar ham bahormi yoki smi? Nima uchun oldinglar B bilan Sni? Bular paronim emas-ku bular. Savol noto'g'ri ketgan. Bir so'zni ikki tilda kelish natijasida. Xo'p, bitta bonus bo'ladi. Yoki tok bilan tuk so'zini aytayotgandi balki. Ruschasida tok deyiladi, o'zbekchasida tuk deyiladi. Faqat og'zaki nutqda shu paronim bo'lishi mumkin. Ruschasida ton deyiladi, o'zbekchasida ton deyiladi. Balki shuni aytayotgandir. Mana B javob yaqinroq ekanda, agar shunaqa bilan qarasa agar talaffuzda qaraydigan bo'lsak, B javob bo'lishi mumkin. Bo'ldi, shu B'ni olaveramiz. Shuni aytayotgan ekanda, lekin juda g'aliz bergan ekan savolni. Savolni to'g'ri berish kerak. 12. Marosim, afsona kabilarni bildiruvchi qo'shma otlar qanday qo'shib yoziladi? Mana marosim. Kelin tushdi. Qo'shib yoziladi. Kelin salom. Qo'shib yoziladi. Keyin qanaqa marosimlar bu? Xullas shunaqada. Afsonalarda o'rtoqmoq qo'shib yoziladi. Xullas shu, qo'shib yoziladi. Javob bo'ladi. 13 ga im qo'shimchasi qanday qo'shimchalar sifatida kelishi ot yasovchi bo'la oladimi? Misol uchun kirim ot yasovchi bo'la oladi. Mana kirim deydi-ku, agar kimdir pul ishlab topsa, bu oy kirimim yaxshi bo'ldi deydi-ku. Kirim so'zi. Kirmoq fe'lidan ot yasagan bo'ladi. Ot yasagan. Ana endi egalik qo'shimchasi ham bor. Kitobim so'zida. Endi sifat yasaydimi? Ayrim yasaydi mana. Ayirmoq fe'liga ayrim bo'ladi. Ayrim odamlar. Asosda i tosh tushib qolgan fe'ldan sifat yasaydi. Bo'lib javob bo'lar ekan. Ot ham, sifat ham, ki egalik qo'shimchasi ham bo'ladi. Im qo'shimchasi bor shu. Javob bo'ladi. 14 ga ushbu gapda nechta so'z yasovchi, nechta sintaktik, nechta lug'aviy bor? Buni bittalab topish kerak. Boshladik. Kechasi bilan tinimsiz yog'gan yomg'ir ko'p joylarni ivitib, loygarchilikka sabab bo'lgan edi. Kechasini asosi kechasi bo'ladi. Bu yerda egalik qo'shimchasi mavjud emas. Ravish so'z turkumini mavzusida shunaqa so'zlar bor. Qotib qolgan deyiladi, yaxtlanib qolgan. Kechasi, kunduzi bular qotib qolgan deyiladi. Tushundingizmi? Tinimsizda im ot yasagan, siz sifat yasagan. Sifatdosh lug'aviyga kiradi. Jo'lar lug'aviyga kiradi. N sintaktikka kiradi. Ivitibda iv asos, t orttirma nisbat lug'aviyga kiradi. Ib ravishdosh qo'shimchasi lug'aviyga kiradi. Ana endi loygarchilikka asosi loy asos, garchilik bitta qo'shimcha bo'ladi, so'z yasovchi. Loygar degan so'z yo'q, to'g'rimi? O'zbek tilida loygar yo'q-da. Demak, ka sintaktik bo'ladi. Sabab bo'lgan edi degan o'tgan zamon qo'shimchasi bo'ladi. Mana shu yerda gan yuqorida qarang. Yoqqan so'zni sifatdoshni men lug'aviy dedim. Mana bu yerda esa men sintaktik dedim. Bu o'tgan zamon qo'shimchasi. Nima uchun? Ko'p ustozlar bu narsani bilmaydi. U shunaqa narsaki, sizlarga bitta formula qilib beraman. Bu formulani yodlaysizlar. Qachonki gan, kan va qan qo'shimchasidan keyin plus
edi, ekan, emish, emas so'zlari kelsa, mana shu gan, kan, qan o'tgan zamon qo'shimchasi bo'ladi. Va bular sintaktik shakl yasovchiga kiradi. Chunki zamon sintaktikka kiradi. Bu sintaktik bo'ladi. Ana endi ikkinchi formula bo'ladi. Mana bu yerda ikkinchi formula. Shuni endi og'zaki aytib ketsam ham bo'ladi. Qachonki gan, kan, qandan keyin edi, ekan, emish kelmasa, unda lug'aviy bo'ladi. Bo'l. Bu yerda shunaqasi bor mana. Gandan keyin edi kelgan. Bu sintaktik bo'ladi. Ana endi sanaymiz. So'z yasovchi 3 ta bo'lyapti. Qani 3 ta so'z yasovchi bor. 3 ta so'z yasovchi. Ana lug'aviy nechta chiqdi? 1 2 3 4 ta lug'aviy chiqdi. 4 ta degan javob bormi bizga? 4 ta degan javob bormi? Menda 4 ta degan javob yo'q. Yo'q, 4 ta javob degan. Bor ekan-ki. Mana bor ekan, bu yoqqa ekan. 4 ta bor ekan. Bu 5 ta ekan. Ikkita sintaktik deyapti, bu ham to'g'ri. Lekin 3 ta edi. N bitta, gan 2 ta, k 3 ta edi. Aslida 3 ta bo'ladi. Shunaqa javob bormi? Yo'q ekan bunaqa javob. 3 ta so'z yasovchi degan bormi? Yo'q. Biroz xatolik ketgan. Nima uchun xatolik? Mana buni 2 qilgani sababi ana shu ganni borki lug'aviy deb yuborganda. O'shaning uchun. Yoki kimdirlar C javobni olgan bo'lib qoladi o'shanda. 2 ta sintaktik, keyin 5 ta lug'aviyga olib borgan. Yo'q, bunaqa bo'lmaydi. To'g'ri javob bahor bo'ladi. Ana shu formulani yodlaysizlar. Gan, kan, qandan keyin edi, ekan, emish kelsa, ana shu sintaktik bo'ladi. Bo'ldi shu. Sal xato ketgan, mana bonus bo'ladi. To'g'rilab qo'ydik variantni. Xo'sh, 15 ga aytinglar. Demak, 15-test. 15 ga savol ham erkin, ham turg'un. Turg'un birikma degani ibora. Ibora sifatida qo'llab bo'lmaydi. Misol uchun, ko'zi ochiqni qarang, ko'zi ochiqligimda tiriklik ma'nosini beradi. Agar ibora ma'nosida kelsa, ko'zi ochiqligimda ko'rib olay deydi-ku, bu tiriklik ma'nosini beradi. Ikkinchisi, erkin birikma qilsa, Sardorning ko'zi ochiq. Ko'rdingizmi, bo'lar ekan. Lekin bizga bo'lmasligi kerak. Qo'llab bo'lmasligi kerak. Bir chiqib ketadi shuning uchun. Og'zi katta. Erkin birikma qilamiz. Sardorning og'zi katta bo'ladi. Endi og'zi kattani turg'un ibora qila olamiz ham. Menimcha bo'lsa kerak. Og'zi katta degan ibora bor. Og'zi katta degan ibora bor. Endi bilasiz, qachon ishlatiladi bu og'zi katta? Menimcha gapi har qaysi joyda o'tadigan odamlarga shunaqa og'zi katta desa aytsa kerak menimcha. Ikkini ham chiqarib tashlayman. Bu ham ibora, ham erkin birikma bo'la oldi. Bizga esa bo'lmaslik kerak. Endi ko'z tashlamoq, mana 3ni olamiz. Nega? Ko'z tashlamoq ibora bo'ladi. Ibora. Lekin erkin birikma bo'lmaydi. Sardor ko'zini tashladi deb bo'lmaydi, to'g'rimi? Erkin birikma bo'l, lekin ibora bo'ladi. Keyingisi. Boshga ko'tarmoq. Agar boshga ko'tardi ibora ma'nosida, onasini boshga ko'tardi ibora bo'ladi. Ya'ni e'zozladi ma'nosida. Sardor qutini boshga ko'tardisa erkin birikma qoladi. Bu bo'lar ekanda, shuning uchun bu chiqib ketadi. Endi oyoqni qo'lga olib yugurmoq ibora. Lekin erkin birikma bo'lmaydi. Qanday qilib Sardor oyog'ini qo'lga olib yugurishi mumkinmi? Mumkin emas. Bo'lib B javob olamiz. Demak, bizga bo'lmaydigani 3 bilan 5, to'g'ri javob C bo'lar ekan. Xo'sh, 16. Toponimika nimani o'rganadi? Toponimlar. Demak, toponimlar joy nomlarni o'rganadi, kishini ismlari bo'lishi. Joy nomlari, toponim joy nomlari degan. 17. Savol mazkur gapdagi faqat quyi ko'tarilish old qator unli qatnashgan so'zning grammatik ma'nosi qaysi qatorda to'g'ri berilgan? O'sha so'z deyapti. Demak, u bitta so'zda. Qaysi so'z o'sha? Topamiz. Qaysi so'z ekan? Ustozi so'zida
U, O, I bor. Quyi ko'tarish, quyi kelmabcha A bilan O bo'ladi. Old qator unlilarga yozib olaylik. Old qatorga A tovushi, I tovushi, E tovushi kiradi. Bu to'g'ri kelmayapti. To'g'rimi? Ana endi daftarga so'ziga quyi ko'tar, ya'ni quyi keng unlilari A, O, endi hammasi A ekan, o'xshadi. Old qator hammasi to'g'ri. Mana daftarga so'zi ekan. Mana ham quyi keng unlilar bor, ham old qator unlilar bor. Mana shu. Endi yoza boshladi, o'zi bu bitta so'z. Lekin bu yerda I qatnashib qolgan ekan. Mana A bilan O ni olsa bo'ladi. O, A, lekin I qatnashib qolganda. Chunki bu quyi keng emasda. Quyi ko'tarilishda shu quyi keng A bilan O ni so'rayapti. Quyi keng unlilar A bilan O. O'sha daftarga so'zi to'g'ri kelar ekan. Ana endi daftarga so'zi jo'nalish kelishigida mana ot, jo'nalish kelishigida to'ldiruvchi bo'ldi, daraxt bo'lar ekan. Mana shu so'zni so'rayapti bizdan. To'g'ri javob olganlar bormi? To'g'ri oldinglarmi buni? Xo'sh. Xo'p, keyingisi. Xo'sh, 18 ga. Ushbu ko'chirma gap o'zlashtirma gapga aylantirilganda yaqin qoldimi kesimi qaysi gap bo'lagiga aylanadi? Avvalo gap bo'lagini topamiz. To'p qayrag'ochga yaqin qoldimi? Yaqin qoldimi kesim? Qayerga? To'p qayrag'och o'rin holi. Qayerga so'g'in oladi? deb o'tkinchilardan so'radi u. So'radi kesim. Kim? U gapning egasi. Kimdan? O'tkinchilardan vositali to'ldiruvchi. Mana gap bo'lagini topdik. Endi o'zlashtirma gapga aylantiramiz. O'zlashtirma gapga aylantiramiz. Xo'sh, endi bunaqa bo'ladi. U ne bo'ladi? Eshitib u o'tkinchilardan to'p qayrag'ochga yaqin qolganligini so'radi bo'ladi. Ko'rdingizmi? U o'tkinchilardan to'p qayrag'ochga yaqin qolganligini so'radi. To'ldiruvchi bo'lib qolyapti. Kesim to'ldiruvchi bo'ladi. Ya'ni vositasi to'ldiruvchi. Mana vositasi to'ldiruvchi javob to'g'ri bo'ladi. Keyingisi. Dunyoning kengga keng, torga torligini bilib oling. Bilib oling kesim. Savol bo'lyapti. Bog'lovsiz qo'shma gap, ergashgan qo'shma gap yoki sodda gap yoki ikki bosh bo'lakli gap. Ani topib olaylik. Dunyoning kengga keng, torga torligini. Bu sodda gap bo'ladi. Javob. Bu sodda gap. Nima uchun sodda? Sababi mana. To'ldiruvchi uyushib kelyapti. Dunyoning kengga kengligini so'zi tushib qolgan mana bu yerda. Kengligini, keyin mana torligini. Ko'rdingizmi? Bu kalit so'zimiz ana shu bizning. Sanash ohangi bilan aytilyapti. Kalit so'z ana shu. Kengligini, torligini. Bu to'ldiruvchi bo'lgan. Keng so'zi. Faqat ligini so'zi tushib qolgan. Belgisiz yashil holatda turibdi. Buni mana bu yerdan topsa ham bo'ladi. Torligi ham to'ldiruvchi bo'lgan. Bu sodda gap bo'ladi. Bilib oling kesim. Kim bilib olsin? Siz degan ega tushib qolgan. Siz degan ega tushib qolgan. Bu holat egasi yashiringan gap deyiladi. Yoki egasi ma'lum. Eshitgansizlarmi shunaqa gaplarni? Egasi ma'lum gap deyiladi. 20 ga. Bog'langan qo'shma gap berilgan qator top. Bog'langan qo'shma gap turburchak va turburchak ikkita bosh gapdan iborat bo'ladi. Jahl dushman esa so'zi bilan bog'lansa, bu bog'langan gap bo'ladi. Bo'l tamom vassalom. Bo'lsa, esa, va, hamda, bilan, ammo, lekin, biroq, goh-goh, dam-dam, yo, ba'zan, na, bo'lsa, esa so'zlari bilan bog'lansa, ana shu bog'langan qo'shma gap deyiladi. Agar birinchi gapimiz ikkinchi gapga sa shart mayli bilan bog'lansa, bu ergashgan qo'shma gap deyiladi. Dunyoning kengga keng torga, bu sodda gap ko'rdik, bu sodda gap. Muhabbat va nafrat, mehr va qahr, doimo birga, bu ham sodda gap. Qo'shma emas.
Javob to'g'ri bo'ladi. Javob to'g'ri. 21ga murakkab kiritmalar qanday birliklar bilan ifodalanadi? Kiritma bo'lishi kerak. Kiritma bo'lishi kerak. Xo'sh, ana endi kiritmalar bilasizlar, o'zi asosan modal so'zlar. Albatta, shaksiz, shubhasiz deydiki, xullas degan so'zlar. Bular kiritma deyiladi. Yoki mening fikrimcha. Virgul, mana esselar yozilayotgan paytda mana shu so'zlarni ishlatishadi. Mening fikrimcha, aytishlaricha. Mana shu ham kirish so'z, ya'ni kiritma deyiladi. Bu esa so'z birikmasi. Mening fikrimcha so'z birikmasi bo'ladi. So'z birikmasi bo'ladi. Xo'sh, ana endi keyingi kelgan birikmaga ham misol bo'lib kelishi mumkin. Misol uchun o'sha keyingi kelgan birikma kiritma bo'la olar ekan. Gaplarchi. Bo'lishi mumkin. Menga misol kelmayapti-da hozir. Kimga kelgan birish kerak. Xo'sh, kimga misol bor? Misollaringiz bo'lsa yozib yuboringlar. Menga biroz kelmay qoldi. Yoki gap bo'ladi o'zlaridan. Shu D-job kerak. Uchalasi ham bo'ladi. Gaplar kiritma bo'la oladi. Gap buni bitta ko'rish kerak ekanda. Kimdan kim keladi? Shu D-jobni olib turinglar. D-jobni olib turinglar. To'g'ri. Samandar ruxsat to'g'ri. Qavs ichida gap keladi. Bu milliy sertifikatga tushgan edi. Bu remarka deyiladi. Endi esimga keldi. Remarka. Misol uchun tasavvur qiling, matn yozilyapti yoki esse yozilyapti. O'tgan kunlar so'zini gapda ishlatasiz. Faqat muallifini qavs ichida Abdulla Qodiriy deb yozib qo'ysangiz, ana shu remarka deyiladi. Bu remarka gap shaklida ham bersa bo'ladi. Gap bo'ladi. Xullas bo'lib shu D-job bo'ladi. Remarkalar ham kiritma deyiladi. O'tgan 29-oktyabrda bir o'quvchimiz milliy sertifikatga kiruvdi. Ustoz menga ana shu tushdi dedi-da. Qavs ichida gap bergan, bu narsani tagiga chizib qo'ygan dedi. Sintaktik birligini yozing degan ekan. Yopiq testga. Sintaktik birligi bu kiritma deyiladi. Remarkalarning sintaktik birligi kiritma deyiladi. D-job bo'ladi. Ushbu gaplarda qaysi bo'laklar ajratilgan? Bizga ajratilgan bo'laklar haqida test tushyapti. Otam, ya'ni Rustam Jo'rayev ajratilgan ega. Ajratilgan bo'laklar ikki tomonlama virgul yoki ikki tomonlama tire bilan ajratiladi. Lekin bor, men birinchi gapda uncha qo'shilmayman. Sabab menimcha sal pechatda xato ketganmi yo qanaqadir xato ketgan. Qoida bor. Ajratilgan bo'laklarda tinish belgilarini qo'llanish tartibi bor. Misol uchun, ajratilgan bo'lakni topish uchun mana bu ya'ni degan bog'lovchini qo'yishimiz kerak-da. Otam, ya'ni Rustam Jo'rayev. Bu ajratilgan ega. Faqat qachonki ajratilgan bo'lak gapni boshida kelsa, mana gapni boshida kelyapti. Gapni boshida kelsa virgul qo'yiladi-da. Ikki tomonlama virgul bo'lishi kerak. Lekin tire qilib qo'yibdi. Tire qachon bo'ladi? Gapni oxirida kelsa. Tushundingizmi? Misol uchun qanday? Maktabda biologiyadan otam tire Rustam Jo'rayev tire dars beradi bo'lsa, unda tire ishlatiladi. Ajratilgan bo'lak gapni boshida kelsa ikki tomonlama virgul bo'ladi. Gapni oxirida kelsa tire ishlatiladi. Bu qoida. Lekin bu yerda tire qilib qo'ygan noto'g'ri bu. Noto'g'ri tinish belgi bo'yicha sal xatolik ketgan. Lekin ajratilgan bo'lak bor. Keyingisi Seryoja, ya'ni oddiy, navqiron, mard yigit ajratilgan aniqlovchi bu. Bu ham tire qilib qo'ygan ekan, bu ham noto'g'ri. Lekin ajratilgan bu ham. Axir uning, ya'ni Vohidning ham o'ziga yarasha obro'si, yigitlik g'ururi bor. Mana bu yerda ham uning ya'nini qo'shimiz kerak-da. Ajratilgan bo'laklar shunaqa topiladi. Ya'ni bog'lovchisi
bizlar uchun kalit so'z. Axir uning, ya'ni vohidning bo'ladi. Ajratilgan bo'laklar izohlanayotgan bo'lakni o'sha bortda nimada aniqlab keladi. Kimligini. O'shaning uchun ya'ni deymizda. Bu ham bor. Ajratilgan hol, ajratilgan qaratqich yoki aniqlovchi, ajratilgan sifatlovchi. Nima so'rabdi? Gap bo'lagini so'ragan ekan. Xo'sh, qaysi javobni olamiz endi? Keyingisi ajratilgan to'ldiruvchi, ajratilgan izohlovchi. Gap bo'lagini topib olaylik. Hozir gap bo'lagini so'ragan ekan. Xo'sh, birinchisiga qaraylik. Birinchisida otam bu ega edi. Agar endi bizga testda shunaqa holat bo'ladiki, ajratilgan ega demaydi. Ajratilgan izohlovchi deydi. Ana shuni yodlab olinglar. Ajratilgan egani ikkinchi nomi ajratilgan izohlovchi. Ikkalasi bitta narsa. Mana bu ajratilgan izohlovchi. Ikkinchisi ajratilgan sifatlovchi aniqlovchi. Uchinchisi ajratilgan qaratqich aniqlovchi. Bizga shunaqa javob kerak. Bormi shunaqa javob? Izohlovchi, sifatlovchi. Mana daraxt bor ekan. Mana. Ajratilgan izohlovchi, ajratilgan sifatlovchi aniqlovchi, ajratilgan qaratqich aniqlovchi. D javob to'g'ri bo'ladi. Ajratilgan bo'laklarni topish juda oson. Mana shu ya'ni kalit so'z bo'lishi kerak bizga. 23. Gap bo'laklarining odatdagi tartibi haqida bildirgan qaysi fikr noto'g'ri? Endi tartibi haqida aytib beraman. O'zbek tilida gap bo'laklari birinchi ega keladi. Ikkinchisi ikkinchi darajali bo'laklar keladi. Oxirida kesim keladi. Buni ikkinchi varianti ham bor. O'zi odatda ega keladi, lekin egani aniqlovchisi ham bo'lishi mumkin. Misol uchun bilimli bola desa, bilimli gapni boshida bo'lib qoladi-da. Bu ham odatdagi tartib deyiladi. Egadan oldin sifatlovchi aniqlovchi kelsa, bu ham odatdagi tartib. Demak, birinchisi sifatlovchi aniqlovchi keladi, keyin ega keladi, keyin ikkinchi darajali bo'laklar, ya'ni to'ldiruvchi aniqlovchi hol keladi, keyin oxirida kesim keladi. Bu ham odatdagi tartib bo'ladi. Endi tartib qachon buziladi? Kesim gapni o'rtasida kelib qolsa yoki kesim gapni boshida kelib qolsa, ya'ni inversiya deyiladi. Inversiya gap bo'laklarini tartibini o'zgarishi. Bu ko'pincha she'riyatlarda bo'ladi, g'azallarda, she'riyatlarda. O'sha she'rni she'r qilib turgan narsa ham inversiya o'zi. Gap qilsa she'r bo'lib qolmaydi. Qachonki gap bo'lagini o'zgartirsa she'r bo'ladi. Ya'ni qofiyalarni keltiradi-da. Keyin ega ikkinchi darajali bo'laklardan keyin kelib qolsa yoki ega gapda oxirida kelib qolsa. Bunda ham tartib o'zgaradi. Ana endi noto'g'risini topamiz. A'da to'ldiruvchi o'z aniqlovchisi bilan egadan keyin keladi. Qarang, egadan keyin keladi. To'ldiruvchi o'z aniqlovchisi bilan egadan keyin keladi. Bu egadan keyin keldimi, odatda tartib bo'laveradi bu. Payt holi egadan keyin keladi. Xolos, ega gapni boshida demoqchida. Bu ham to'g'ri ma'lumot. Endi o'rin va sabab, maqsad hollari kesimdan oldinga. Bu ham to'g'ri. Kesim oxirida bo'lgandan keyin bundan oldin keladi-da. Barcha fikrlar to'g'ri bo'ladi. D javob to'g'ri. O'zgargan tartibni aytib berdim. Uni yodlaysizlar. Ikkita variantda aytdim. Uni yodlaysizlar. Yana bitta eslatma qilib ketay. Ko'p kishi noto'g'ri tushunar ekan. Mana shu inversiya bor-ku, gap bo'laklarini tartibini o'zgarishi. Mana birinchi ega keladi dedim, keyin ikkinchi darajali bo'lak, keyin oxirida kesim dedim. Hozir gapim ikkinchi darajali bo'laklarga tegishli. Ikkinchi darajali bo'laklar agar gap tarkibida kelsa, ya'ni ega bilan kesim o'rtasida keladi, mayli to'ldiruvchi aniqlovchi hol o'rni almashgan holda bo'lursin, odatdagi tartib bo'ladi. Misol uchun, birinchi to'ldiruvchi kelgan, keyin aniqlovchi kelgan, keyin hol kelgan, odatda tartib. Yoki birinchi hol kelgan, keyin aniqlovchi kelgan, keyin to'ldiruvchi kelgan. Bu ham odatda tartib. Yoki birinchi to'ldiruvchi, ikkinchi hol, uchinchisi aniqlov. Bu ham odatdagi tartib. Bu ham odatda tartib deyiladi. Tartib qachon buziladi? Ana shu ikkinchi darajali bo'lak egadan oldinga o'tib qolsa.
yoki kesimdan keyin o'tib qolsa o'zgaradi. Tushundinglarmi? 24 ga. Xo'sh, ibora bilan ifodalangan to'ldiruvchini toping. Xo'p, aytinglar, qaysini oldinglar bunga? Yozinglar qani. S javob berishyapti ko'p kishi. S ga qaraymiz. Ularning yumush oldidan yeng shimarganlarini ko'rsang. Yeng shimarmoq. Mana shu ibora bo'ladi. To'g'ri, ibora to'ldiruvchi bu keyin. A da. Bechoraning ohu dodini tinglang. Uni xushnud ibora yo'q bu yerda. A javobda ibora yo'q. Bu ish ham xamirdan qil sug'urganda bu ibora. Mana shu ibora. Lekin bu to'ldiruvchi emas-da. To'ldiruvchi emas. Qay holatda bitta xamirdan qil sug'urganda bu ravish hol bo'lyapti. Qay holatda xamirdan bu ravish hol. Ko'rganni ko'rmagan yengibdi. Bu ibora emas, bu maqol. Bu maqol, ibora emas. Bo'lsa javob to'g'ri bo'ladi. Iboralarni so'z birikmasiga ajratish mumkinmi? Bemalol bo'ladi. Sizning savolingiz Gulnoza mana shu testning ichida keldi. Mana shu testning ichida keldi bergan savolingiz. Qaysi edi? Mana boshga ko'tarmoq, og'zi katta, ko'zi ochiq, ham erkin birikma, ham ibora bo'la oladi. Hamcha eshitmagansizmi deyman o'sha tahlilni. 25 ga. Aytinglar. Tarkibga ajralmaydigan boshqa so'zlar bilan kengaya olish imkoniyatiga deyarli ega bo'lmagan gaplar so'z gaplar deyiladi. Bu qoida 8-sinf ona tili darsligida eng oxirida shunaqa qoida bor. So'z gaplar. So'z gaplar. 26. Qaysi so'zlar otlashganda ega bo'lib keladi? Otlashganda ega. Olmosh. Otlashganda ega bo'la olam. Hammasi desa bo'ladi. Hammasi egalikda olsa bo'la oladi ega. Son. 3tasi meniki. Bu ham bo'lar ekan, ega bo'la olar ekan. Sifatdosh. Sifatdoshni otlashtiraylik, ega bo'lishi kerak. Demak, o'qiganlar yutuqqa erishdi. Bo'ladi bu ham. O'qiganlar ega bo'lib qoladi, otlashdi bu ham. Sifat. Otlashtiramiz, ega qilamiz. Aqllilar g'alaba qozondi. Bu ham bo'ladi, ega bo'la oladi. Aqllilar gapda ega bo'lib qoladi. Ravish. Ravish otlashmaydi. Ravish otlashmaydi. Harakatnomi. Harakatnomi otlashadimi? Yo'q, harakatnomi ham otlashmaydi. Xolos, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ni olib qo'ygan ekan. 5 kirmaydi. Hammasida 5 bor ekan. Yo'q, ravish. Qanday qilib ravish otlashishi mumkin? Ravish qanday qilib otlashadi? Hozir o'ylaymiz. Ko'p ketib, bo'ldi bo'lar ekan. Ko'p ketib oziq oldi deydi-ku. Ko'pi egalikda oladi, ko'p narsa ketib, o'zi bog'langan so'z tushib qoladi-da, bo'lar ekan. Ko'pi ketib oziq oldi, ravish bo'lar ekan. Bo'ldi, unda 5 ni ham olamiz. Endi harakatnomani o'ylab ko'rish kerak. Xo'sh, harakatnoma. Lekin 6 bunda ham bor ekanda. 6 6 6. Javob chiqib ketsa, demak bu ham bo'lish kerak, Aytinglar qani harakatnomini? Xo'p, bitta o'ylab ko'ramiz. Xo'sh, nima deymiz? Otlash kerak, so'zlar otlash kerak. O'qishim. Yo'q, bunda otlashmayapti-da. Tanishlarim, o'qishimni Dildor yo'q, otlashmayapti bular. Bilish, tanishlarim. Harakatnomani otlashtirish kerak. Tanishlar keldi. Bo'lar ekan. Tanishlar keldi desa bo'lar ekan.
Tanish harakatnomi lar bilan otlashgan bo'ladi. Tanish odamlar keldi. To'g'ri bo'larkan, oltini ham olamiz. Endi taqlid so'z. Taqlid so'z. Chug'ur-chug'uri eshitildi. Mana ovoz so'z tushib qolgan. Chug'ur-chug'uri eshitildi yoki ovoz so'z tushib qolgan bo'ladi. Bu ham bo'ladi. Taqlid so'z. Endi modal so'z. Modal so'zga mana bori, yo'q so'zlarni otlashtirsa bo'ladi. Misol uchun borida qanoat qil, yo'g'ida sabr qil. Mana otlashadi bu ham. Borida qanoat qil, yo'g'ida shu. Bo'lsa javob bo'lar ekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hammasi otlashar ekan. Mana egalik kelish ko'plikda olib, o'zi bog'langan so'z tushib qolar ekan hammasida. Borim shu, to'g'ri. 27. Men mana shu minglarning biriman. 8-sinf ona tilisida yozilgan. Ushbu gapda nega, ega va ana ta'kid ma'nosi bor, qani shu. Shunaqa javob bormi? Ta'kid. Mana eganing ma'nosi ta'kidlab. C javob to'g'ri bo'ladi. 8-sinf ona tilisida aytilgan shu. Mana bu yerda kesimlik shakli qo'llansa, o'zi terak bo'lmaslik kerak. Lekin nima uchun terak? Egani ma'nosi ta'kidlansa terak bo'ladi. Buni muqobilida yana bitta misol bor. Urush quyon ovi emas. Emas degan bog'lama qatnashyapti, lekin urushdan keyin terak bor. Nima uchun terak? Egani ma'nosi ta'kidlandi. Ana shu ikkita gap bor o'zi bo'ldi. Tezga tushsa ana shu ikkita gap keladi. Men mana shu minglarning biriman, egani ma'nosi ta'kidlandi. Urush quyon ovi emas, bu ham egani ma'nosi ta'kidlandi bo'ladi. C javob to'g'ri. Xo'p, keyingisi. Quyidagi birliklardan qaysi birlari gap, qaysi birlari so'z birikmasi hisoblanadi? Chiroyli gul bu so'z birikma. Muhandis akam bu ham so'z birikma. G'azalni yodlash so'z birikma. Ko'chatni o'tkazing bu gap bo'ladi. Gul chiroyli gap. Bu qovun shirin gap. G'azalni yodlaymiz gap. 1, 2, 3. Qani? 1, 2, 3 so'z birikmasi 4, 5, 6, 7 gap bo'ladi. C javob to'g'ri. 29. Aniqlovchi vazifasida kelgan taqlid so'zni toping. Ami 7 qaroqchi yulduzi tik kelganda g'ovur-g'ovur mana taqlid. Ovozdan. Qanday ovoz? G'ovur-g'ovur ovoz bo'ldi. A javob to'g'ri. Mana bu yerda dir-dir titrab. Bu hol bo'lgan. Qay holatda? G'uj-g'uj kesim bo'lgan. Chug'ur-chug'ur ega bo'lgan. Lekin aniq shu emas. 30 ga. Savol 30. Yuqoridagi gaplarda ishtirok etgan ravishlarning ma'no turini topamiz. Tartibi bilan. Xo'sh, birda nima bor ekan? Ajdodlar yodi hamisha payt holi. Mana bu payt ravishi deb hol dema, uzr. Payt ravishi. Jo'raboyev ham jimgina holat ravishi. Bu holat ravishi. U naridan beri yuvindi-yu ishga ketdi. Bu ham holatni ifodalaydi. Holat ravishi. Normatjon dastlab tog'asini ko'rgani bor. Dastlab payt ravishi. Demak, 1 bilan 4 payt bo'lyapti, 2 bilan 3 esa holat bo'lyapti. Shunaqa javob bormi? Payt, holat, payt. Mana. Bahor to'g'ri bo'ladi. Birinchisi payt bo'ladi. Demak, B javob to'g'ri bo'ldi. Bu telefon o'zi o'chib qolar. Hozir bir minut telefonni zaryadlab qo'ying. Telefon o'chib qoldiki. Xo'sh.
31. O'ttiz birga. Savol. Quyidagi fe'l juftliklari haqida aytilgan to'g'ri fikr. Qaysi fikr to'g'ri? Ko'rgin, o'tirgin. Har ikkala juftlik fe'llari ham buyruq, istak, maylda, to'g'ri? Ko'r buyruq, ko'rgin buyruq, o'tir buyruq. Hammasi buyruq. Ikkinchi qismga qo'shilgan gin qo'shimchasi ma'noni kuchaytiryapti, to'g'ri? O'zi ko'r desa buyruq, lekin ko'rgin desa ma'noni kuchaytiradi. Gen qo'shimchasi lug'aviy shakl yasovchi. Yo'q. Bu noto'g'ri. Sababi buyruq, istak, mayllari, ya'ni zamon, shaxson, mayl bu sintaktik shakl yasovchi, lekin lug'aviy shakl yasovchi emas. Bu sintaktik bu. 4ga. Har ikkovi shaklni o'zaro ma'nodosh deyish mumkin. Ma'nodosh ikkala shaklni deyapti. Ikkala shaklni nima nazarda tutyapti? Har ikkovi shaklni o'zaro sinonim deyish mumkin. Qaysini sinonim deymiz? Ko'rgin sinonimmi? Yo'q. O'zi 1-2 degan javob yo'q ekanda. 1-2 4 bor ekan, shu bahor bo'ladi, lekin 1-2 degan javob yo'q. Lekin nimani nazarda tutyapmiz ko'ramiz. Ikkala shaklni sinonim deyish mumkin. Nima? Ko'r bilan ko'rgin sinonimmi? O'tir bilan o'tirgin sinonimmi? Shunaqa deyotgan bo'lsa kerak. Sal g'aliz ekan lekin. Nima demoqchilik, sal tushunarsiz bo'lib qolgan. Xo'sh, shu bejavob olaylarmi? Bejavobmi? Keyingisi. Ot plus fe'l turidagi qo'shma fe'llarda asosan qaysi so'zlar ishtirok etadi? Misol uchun, qil, et, bo'l. Mana shu qoidada borda. Ishtirok etdi, ot plus fe'l. Bayram bo'ldi, ot plus fe'l. Yoki ta'qib qildi, ot plus fe'l. Xolos, mana shu so'zlar bo'ladi ko'pincha. Bu qoidada aytilgan Nargiza Erkaboyevada. 33ga. Qaysi gapda son so'z turkumi bilan bog'liq paronimda xatolikka yo'l qo'yilgan? Sotuvchi 2 enlik materialni xaridorga ko'rsatdi. Mana bu yerda son bor ekan. Mansur qalamning uchini yaxshi, bu ham son. Son emas-ku bu aytgancha. Son emas-ku. U yaxshi tayyorlanganicha o'qishga kirdi va maqsadiga erishdi. Bunda ham son yo'q. Bugun Gulnorning 7si o'tkazildi. Mana bu son bor ekan. Lekin paron emas-da. Nima degan? Paronimda xatolik qo'yilgan. Paronimda degan. 7si bu paronimga kirmaydi-ki bu. Yoki 2 so'zi paronimga ham kirmaydi. Nima deyapti ekan bu? Paronim bo'lsa ekan ham oson. Son so'z turkumi bilan bog'liq paronimda xatolikka yo'l qo'yilgan. Sotuvda 2 enlik materialda 7si o'tkazildi. Bunga qaysi javob olaylar? 7 mi? Yo, 7 bo'lsa u paronim deyilmaydi u. Yo, sizlar narsani tushuninglar. 7 bu paronim deyilmaydi. Bu paronim emas-da u. Nisbatan shuni olsak bo'ladi, mayli-yu, lekin u paronim deyilmaydi baribir. 7. Mayli, D javob bo'ladi. Bu anovi bo'ladi. Nima deydi? Orfografiya, ya'ni imlo mavzusida mana bunaqa tamoyillar bor-da. Fonetik yozuv tamoyili bor. Keyin shakli etimologik yozuv tamoyili bor. Morfologik yozuv tamoyili bor. Keyin farqlash yozuv tamoyili bor. To'rtta 5 ta tamoyil bor.
O'sha tamoyillarni ichida morfologik yozuv tamoyilida shunaqa qoida bor. Yozilish boshqa yoki aytilish boshqa bo'ladi. Bo'lagi paronim deyilmaydi. Mayli, nisbatan shu bo'ladi. 34. Sal g'aliz ekan baribir. Qaysi shoir o'z dostonida xalqlar, millatlar, dinlar bu Erkin Vohidov. Ya'ni ruhlar isyoni. Ruhlar isyonida. Navoiyni ustoz yangi tilga olib, o'z asarida Manzur Shahrishoh Xuroson. Bu Fuzuliy bo'ladi. 8-sinf adabiyot. Layli va Majnun dostonida aytilgan. Layli va Majnun dostonida. Kimniki? Fuzuliyda ham ana shunaqa asar bor. Layli Majnunni faqat Navoiy yozmagan, Fuzuliy ham yozgan. Unda ham bu kitoblardan bor. Ushbu gapda ega qaysi so'z bilan ifodalangan? Demak, bor kesim nima bor? Unda ham bu kitoblardan bor. Unda bor. Bu o'rin xoli bo'lyapti. Yo, unda egamikan? Yo, to'xtang. Unda kimda bu? To'ldiruvchi bo'lgan. Bu to'ldiruvchi bo'lgan. Bu aniqlovchi bo'lgan, kitoblardan ham to'ldiruvchi bo'lgan, lekin bu ega ifodalanmagan. Bu kitoblardan noto'g'ri, bu so'z noto'g'ri. Bu ajobroq, bu yerda ega yo'q. Unda ham bu kitoblardan bor. Bu to'ldiruvchi bo'lgan. Ajob bo'lgansizlarmi? Qani variant yozinglar, qani ajobmi? Bo'ldi, shu ajob bo'ladi. Keyingisi. Xo'sh, oz qoldi. 37ga. Qaysi musammatlardagi she'r miqdori to'g'ri berilgan? Musammat bu Nodirada bor. 8-sinf adabiyotida Nodirani ochasizlar. Nodirani ijodi pastida musammatlarni janrini berib qo'yibdi. Musamman 8lik bo'ladi. Bizda to'g'risi kerak. 7 emas, u 8lik bo'ladi. Muhammas 4 emas, 5lik bo'ladi. 5lik bo'ladi. Muashshar 10, bu to'g'ri. Ko'rdingizmi? Muashshar 10lik bo'ladi. 8lik boya aytganimdek musamman bo'ladi. To'g'ri. Musabba nechilik edi? Musabba 4lik. Menimcha shu 4lik edi. Ko'rasizlar. Musabba menimcha 4lik bo'lsa kerak, adashmayman. 38da. Quyidagi baytlar qanday she'riy janrda yozilgan? Juda oson topish. Yo qilur, yo bu tuyuq deyiladi. Tajnis keltirilgan. Omonim so'zlar har doim tuyuqda bo'ladi. Javob to'g'ri. G'azalning o'zbek adabiyotida paydo bo'lishi qaysi shoir nomi bor? Rabg'o'ziy. Mana qani? Xorazmiy bilan Rabg'o'ziy. O'zbek adabiyotida birinchi bo'lib qissas Rabg'oziyda g'azal paydo bo'lgan, ya'ni she'r paydo bo'lgan, g'azal paydo bo'lgan. Ajob. Xorazmiyda esa Muhabbatnoma degan asari bor. O'shanda Xorazmiyning Muhabbatnomasida ilk g'azal keltirilgan. She'riy hikoya tarzida yozilgan hajviy asarlar berilgan. She'riy hikoya, hajviy asarlar. Buni topamiz oxirgisi. Aytinglar. Oxirgisini aytinglar, 40 qaysi bo'ldi? Bu 6-sinf 2-qismida aytilgan. Birinchi qismida. 6-sinf darsligida bor. Maskovchi Boytarovda saylob dodxohim ham bor. Demak, sejobmi? Sejob olishganmi? Demak, sejobni to'g'ri olishgan ekanda. Xo'sh, sejob olishgan bo'lsa, qani nechta chiqdi? Bitta yozinglar qani. Gruppaga 40 tadan. Men belgilayman, bugun men bitta mandat qilib chiqaman. Sizlar nechta topganlaringizni ism familiyalaringiz bilan yozib mandat qilaman. Xo'sh. Muhammad Siddiq 40 tadan 32 ta, 33 ta, 30 ta, 29, 30, 33, 29, 33, 27, Sarvar Abbos 33, 30, 27, 34. Ikkinchi savolda xato olmadikmi? Yo'q, xato emas. 27, 20, 28, 29, 27, 34. Xo'sh, 20, 35 ta, 28, 24, 20,
Temurova 25 ta. 25 ta. Bitta test, 40 talik testni qancha vaqtga ishlayapsizlar? Yozinglar qani. Bitta 40 talik testni necha minutmi, necha soatmi? Yozinglar qani. Qancha vaqtda ishlayapsizlar? Ziyoda Ahmedova, siz bugun qo'shildingiz. Bugungi vazifadan keyin qilasiz. 40 minut. Nozima Boltaeva. Bo'lmaydi. Kamida 1 soat bo'lishi kerak. 1 soat, 2 soat, 1 soatdan ziyod. 23 ta, 30 ta. 2, 1,5, 2. Xo'sh, Muqaddam ishlagan bugun qo'shildi. 3 marta qilgan 5 gacha. Zuhra Soliyeva qolib ketgan bo'lsangiz, ko'ryapti. Aytaveringlar birdan 5 gacha kushiryapti. Xo'sh, men bitta skor chiqayotgan edim. 604. 604 men tahlilni qilib berganman-ki. Mana kanalda turibdi. Hozir ko'rsataman. Men shu kanalga qaramaganda kim aytdi shu gapni? Boya kimdir ham aytuvdi 604 ni. Menimcha taylaganman. Yo, men adashyapmanmi? 604. Mana shumi? Go'zallik tarixiy so'zlari bor. 604 da. To'g'ri aytyapmanmi? 604 tarixiy go'zallikmi? Yo, bu boshqa ekan. Og'zi bo'shga ishonib bo'lmaydi. Og'zi bo'shga ishonib bo'lmaydi. Bu anoyida mock test edi bu. 604 menimcha mock test qilib olgandim. To'g'rimi? Yakshanba kuni. Adashmayapmanmi? Xo'sh, ustoz 10-savolga jarangsiz undoshlar deyilgan emasmi? Havo oqimi jarangsiz undoshlar. Ha, meni bu qoida bo'lib keldi, Dilrabo. Jarangsiz bo'lsa o'shan qilib qo'yinglar. Bu aniq jarangsiz ekanmi? Faqat shovqindan jarangsizdan olayotgansizlar. Bu qoidani o'zim ozroq eslolmay qoldim-da. Demak, o'sha jarangsiz ekan, jarangli emas. Ikkiga yana bir qarang, ustoz. Xo'p, mana 2 ga qaradim. Layla Sattorova, qo'shing qani mikrofonni, ayting. Qanasiz? Mana shu yerda aniqlovchi deb olganman-da. Nima uchun? Nima uchun? Undalma emas, aniqlovchi. Mana nimasini degan-ku. Qarang savolga. Qani aniqlovchi? Yozuvchilar, kompozitorlar, rassomlarning turmushini emasmi? Yo'q. Rassomlarning turmushi desangiz, rassomlardan keyin virgul bo'lmaydi. Badiiy adabiyotlar ko'p o'qigan bo'lsangiz, uy-shu bo'lakning eng oxirida virgul bo'lmaydi, e'tibor qilgan bo'lsangiz. Uy-shu bo'laklarni to'g'ri, mana bu yerda misol uchun o'ylagan bo'lsa, yozuvchilar, kompozitordan keyin 2 ta virgul bo'ladi, lekin rassomlarni ham uyushtirmoqchi bo'lsangiz, rassomdan keyin virgul tushib qolishi kerak. To'g'ri aytyapmanmi? Yo'q, mana qarata aytmayapti-ku, undalmaga qarata. Ikkinchidan, siz variantni o'zidan foydalanib, mantiqiy fikrlash orqali ham topishingiz mumkin edi. Mana bu ajobga to'xtaqan, bu yerda undalma uyushgan deb yozib qo'ygan ekan. Undalma mavzusi bilan bitta qarayqan, balki to'g'ri kelar deb o'ylash kerak-da. Mana yozuvchilar, kompozitorlar, rassomlar turmushni chuqur o'rganing. So'zlovchi fikri kimga qaratilyapti? So'zlovchi fikri. Tamom, assalom. Siz bilan bog'lovchini bog'langan qo'shma gap bo'lib kelgan misol bilan tushuntirib bering. Xo'sh, bilanmi? Yo'q, bilan bog'langan qo'shma gapda bilan bog'lanmaydi. Va bilan bog'lanishi mumkin. Shahrizoda. Va, u, yu, da
biriktiruv bog'lovchisi bilan bog'langan bo'lishi mumkin, lekin bilan kelmaydi. Bilan faqat uyushuv bo'laklarni bog'lash mumkin lekin qo'shma gapni bog'lamaydi. Turmush so'zida egalik yo'q, to'g'ri. Bu tomon ham to'g'ri. So'z yasovchi qo'shimchasini yana morfemga tashlab bering. So'z yasovchilar tasnifi morfem ekan, men taylab beruvdim-ku, yo taylamaganman. So'z yasovchilar. O'tgan dars bo'lamiz. Tasnifi. Morfem ekan. Morfemikadan men bitta dars taylab beraman. Mana bu. Ko'rasizlar morfemikadan atisiga. Aytinglar, yana nima mavzu taylay? Morfemika mana taylab beryapman. Xo'sh. Morfemika mana lug'aviy bilan sintaktikdan yodlaysizlar. Men qilmaslarga lug'aviy bilan sintaktikdan ham taylayman. Ana shuni yodlaysizlar yozib. Men faqat rasm shakldagisini taylayman. Chunki buni video qilish shart emas, bu yodlanadigan narsa. Lug'aviy bilan sintaktik bitta-bitta yodlab chiqasizlar. Buni ham atisiga kanalga taylayman. Xo'sh, tayladim. Xo'sh, morfemika bo'yicha nima beraysizlarga? Demak, morfemika bo'yicha morfemga mana ikkinchi dars bor. 2 soatdan ziyod ekan. Buni ham taylab. O'zim buni taylagandim adashmasam. Mana yana taylab beryapman. Xo'sh, yana nima taylay? Sondan bu kerak emas hozircha. Morfemikadan bir ikkita test tahlilini taylab beraman. Bu audio shaklida qilganman, foyda beradi sizlarga. Video qilmaganman-da, audio qilganman. Mustaqil tinglaysizlar, mustaqil. Buni ham atisiga taylayman. Bu ustozlar hech qaysi onlayn kursda bu darajada sizlarga bonus bermaydi. O'zi mana shu 35 minutda o'zi bir kunlik dars o'zi. Buni bilasizlar, ha? Taylab berayotgan narsamga sal insof qiling. Insof qiling. Ortiqcha juda ko'p narsa va sizlarga qo'shimcha darslar taylab beryapman o'zimni bazamdan olib. Prosta nima bo'layotganini bilib tursanglar bo'ldi. Shunga yarasha endi bu yerda ham mehnat ketgan. Xo'p, men yana bitta morfemikadan tahlil beraman sizlarga. Morfemika tahlilini ko'rasizlar. Xohlasangiz ekranda to'sib, xohlasangiz ko'rasizlar, javobi ham bor. Bunaqasi yo'q ekan biz. Xo'sh. Mana shuni ko'ringlar. Morfemikada. Yana test tahlil tayladim. Morfemikani tushunishlaringiz uchun taylayapman. Tushundinglarmi? Morfemikani tushunishlaringiz uchun. Urg'un tashlay. Bugun morfemikani nima qilib turinglar? 29:03 Ziyoda Qayumova 29:03 ga qilganman-ku, qilmaganman. Qaltiroq, so'roq so'zlari. 29:03 ni tahlil qilmaganmanmi? Yozinglar qani? Bitta aniqlashtirib olay. 29:03. Qaltiroq, so'roq, bilak so'zlari bilan boshlanar ekan. Yozib oringlar. Qo'shma gapirishda tezlar tashlab bera olasizmi?
Endi dars tashlayman, faqat ketma-ket. Bugun morfem ekan ko'rib chiqasizlar. Ko'payib ketsa ulgurmaydi, to'g'ri. Bugun morfem ekan ko'ringlar. Yordam so'zlarni keyin tayyorlayman. Ustoz, ravish holi bilan holni qanday farqli? Ikkalasi bitta narsa-ku Gulnoza. Ravish holi vaziyat holi deyiladi. Yo'q, tayyorlamagan ekan. Xo'sh, 29:03mi? 29:03. Yo'q, 29:03ni men tahlilni qilmagan ekanman. Endi nasib bo'lsa, bu turib tursin sizlarga 29:03 o'zimiz qilamiz. Menga keyingi dars eslatasizlar, tushundinglarmi? 29:03 qolib ketgandi, menga bitta eslatasizlar, keyingi dars o'shani ham bitta qo'shib yuboramiz. 29:03ni yo'q qilmagan ekanman. Yo'q, 9:03. Yo'q, qilinmagan ekan. Mana. Xo'sh. Ustozlar, bu yerda boshqalar ham bor, qo'shilganlar bor-ku. Turdiyeva, nimani aytyapsiz? Biz yetolmayapmiz. Turdiyeva, ko'proq dars qiling. O'shaning uchun ko'p narsa tayyorlamayapman. Bitta mavzu so'radinglar, bugun kun uchun o'sha mavzuni tayyorlayapman. Ortiqcha tayyorlayotganim yo'q. Yo'q, hozir qilishni o'rniga, hozir tayyorlagan morfem ekansizlar, ko'rib chiqinglar undan ko'ra. Test yana ko'proq tushuna boshlaysizlar. Yana kimda savol bor? O'yga vazifa mana shu morfemika mavzularni ko'rib chiqasizlar. Ko'rdinglar, 2 ta dars tayyorladim, 3 tami 4 ta tahlil tayyorladim. Bunga ham hali ancha vaqtlaringiz ketadi. O'rtada bir kun dars o'tmaymiz-ku ertaga. Ertaga kun bo'yi ana shu ish bilan shug'ullaninglar. Keyin attestatsiya bo'yicha hozir yangi test tayyorlab qo'yaman. Kanalga tayyorlayman faqat. Hozir yangisini topib olay. To'fa testi yangisini topganimdan keyin tayyorlab qo'yaman. Test tayyorlaymiz. To'y attestatsiya adabiyotda vaqtini aytib qo'yay. Adabiyot dushanba, juma kunlari soat 20:00 da. Eslab qoldinglar deb umid qilaman. Marfem aka, Nargiz Erkaboyevadan olingan. Tahlilini ko'ringlar. Tahlilni eshitishdan oldin Erkaboyeva ochasizlar. Harakat qilinglar. Harakat qilib gruppada mehnatini qilsanglar, har bitta mavzuni, tahlillarni iloji boricha yaxshi o'rganib, yodlab, mehnat qilsanglar, toifani olish qiyin masala emas. Toifani o'ynab, kulib olsa bo'ladigan narsa toifa. Harakatni qilinglar. Oilalimiz, ish joylimiz, maktabga dars o'tamiz, vaqt bo'lmayapti deydigan bahonalaringiz bo'lsa, bu bahonalar ertaga boshingizga bitgan balo bo'ladi. Balo bo'ladi. Sizlardan oldingi
Atsasi guruhim juda ko'pi toifa bilan chiqib ketgan. Juda ko'pi. Tahlillarimga e'tibor beringlar. Tahlillarimni tushunib, yodlanglar. Yodlash kerak. Agar kimda natijasi kam chiqayotgan bo'lsa, nima qilishni bilmay turgan bo'lsa, men ularga shunaqa maslahat beraman doim. Eng katta natijasini yuqori qiladigan usul, metodika bu o'tilgan darslarni, ya'ni tahlillarimizni, mana hozir bugungi tahlillarni iloji boricha qanaqa tahlil qilganman yodlash kerak. Yodlab borish kerak. Sababi bugungi testimizdagi 40 ta testni yodlasangiz, tahlilni tushunib, chunki bu yerda ham tushuntirib tahlil qildiryapman. Tushunib yodlasangiz, bunaqa tipdagi savollar 99% yana qaytarilib keladi. Ona tilimiz shu. Mutaxassis sifatida men aytaman. 19-yil va 20-yilda Davlat test markazida testolog bo'lib ishlaganman o'zim. Testolog bo'lib chaqirishgan. Testlar tuzib berganman. 19-20-yillarda Davlat test markazida abituriyentlar uchun testim tushgan. 2000 ta, 4000 ta test tuzib berganman. Bir yilda 2000 ta, ikkinchi yili 2000, 4000 ta test tuzib berganman. Umumiy mohiyat shundaki, savollar doimo o'sha tipdagi savollar qaytib keladi. To'g'ri, gapi boshqa bo'lishi mumkin, jumlasi boshqa bo'lishi mumkin, lekin savol o'sha bo'laveradi. O'shaning uchun aytgan maslahatimni to'liq amal qilib yodlasanglar, yutdinglar. Yutdinglar. Chunki eng katta effektni men shunda deb bilaman. Bugun 40 ta tahlil yodlaysiz. 40 ta har kuni har darsdagi 40 ta tahlilni yodlab borsanglar, o'sha narsa yana qaytib keladi. Faqat savol, gapi boshqa, lekin o'sha qaytib keladi. 99% holatda qaytib keladi. Shuni unutmanglar. Bu bo'ladigan narsa. Adabiyot masalasini esa har kim adabiyotni qay darajada o'qigan o'zi biladi. Adabiyotda bu yerda adabiyot guruhi ochganman. Adabiyot guruhida 6-sinf 2-qismni boshidan 4 ta vazifa berilgan. Test ham berilgan. Testda ham tekshiraman. Savol-javobga adabiyotdan kimda natijasi yuqori bo'ladi? Buni ham men aytib ketay. Kimdir adabiyotga ustoz, men xotiram yaxshi bo'lmayapti, natijam yaxshi chiqmayapti adabiyotdan deydiganlar bo'lsa, adabiyotni tinch holatda o'tirib, maydaroq qilib o'rganish kerak. Maydalab, tasavvur qilib o'rganish kerak. Va uni yonidagi sherigi, o'qituvchisi yoki abituriyent tanishi bo'lsa, o'sha bilan to darsgacha savol-javob qilish kerak. Savol-javob mavzuni takrorlashga, ya'ni xotiraga saqlashga katta yordam beradi. Savol-javob. Adabiyotni oson qilishni yagona yo'li faqat savol-javob. Savol-javob va yana savol-javob. Savol-javobga qatnashgan o'quvchi xotirasi tezroq olib qoladi. Va shuni ham unutmanglar. Hamma muammo bormi? Muammoni doim yechimi bor. Muammo hech qachon muammo bo'lib qolmagan. Bu dunyoga muammo bormi? Xudo uni yechimi bilan yaratgan. Qur'onda ham aytiladi. Albatta bir qiyinchilikdan keyin yengilchilik keladi. Tun zulmat bo'lsa ham quyosh chiqadi. Quyosh chiqdimi, yana zulmat bo'ladi. Tarix takrorlanadi. Hayotda o'zi testni o'zidan olingan desa ham bo'ladi, misol uchun.
Go'yoki ikkalasi ham hayot bilan tez-to'z bir xil narsa. Har kunimiz tariximiz takrorlanyaptimi? Yomg'ir yog'adimi? Yomg'ir bir kun kelib to'xtaydi. Bu ham shunday. Tarix takrorlanib boya aytganimdek, o'sha savollar tipi bir xil. 99% holatda tarix takrorlanib kelaveradi. Shuni hisobga olinglar. Adabiyotdan savdoga qatnashish kerak. Eski adabiyot tushadi. Yangisini unutinglar. Sharh surasi shunaqa. Sharh surasida aytilgan. Sharh surasida aytilgan. Eskisidan tushadi. Eski adabiyotdan. Guruhga tanishlaringizni chaqiringlar. Iloji boricha hammalaringizga bitta topshiriq shu. Kursni to'lovi bo'yicha mana yanvar ham tugadi, yog'ib fevral ham kelyapti. Fevral oyida men sizlarga chegirma qilib beraman. Buni o'zi avval ham aytgandim. Kursga bizda abituriyentmi, xullas imtihonga tayyorlanmoqchi bo'lgan shu ona tili adabiyot masalasida tayyorlanmoqchi bo'lsanglar, kursimga nima qilinglar, jalb qilinglar. Jalb qilganlaringizga men sizlarga kurs narxini yanada arzonlashtirib beraveraman. Iloji boricha hammalaringiz o'qituvchi tanishlaringizga aytinglar. Xizmat va bahor. Otabek illyustratsiyasi 6-2 nashr. 6-7-22 debdimi? 8-9-19 10 17-22 11 18 6-7ni 22 deb qo'yibdi. Nima uchun bunday deyilgan noma'lum. Bahor Ro'zmatova. Xulosa deyapti, attestatsiyada 6-7 yangi nashrdan savol ham qo'llanadi. Eski nashrda ham tushishi ehtimoli yo'q emas. Maslahatim, yangi nashrdan ko'rib o'qing, sababi eski nashr 5 yildan beri ko'zingiz o'rgangan. Olimpiada sovg'i 6-7 yangi nashrdan tushyapti-ku degan narsani sabab qilib keltirgan. Asossiz. Olimpiadaga 6-7 yangi bo'lib kelsa, o'qituvchilarda ham xuddi shunaqa degani emas. Yana bilmadim. 6 tugasin, 10-sinfda boshlaymiz. 6-7ni yangisini o'zlaringiz bir mustaqil o'qib turasizlarmi? 6 tugashi bilan 10 bilan 11ni boshlaymiz. 10 bilan 11ni ham taxlab qo'yinglar. Amaldagi darslikdan tushadi dedik-ku. Amaldagi darslik xullas shu. Hali ixtiborga qarshi ishlaringizni qilib turinglar. 7ni 2-sini tugatamiz, keyin 11-sini boshlaymiz. Bo'ldi, savollar bormi yana? Degan narsalar juda ko'p, kallam achishib ketdi. Men
O'qituvchilarga bir gap aytaman, lekin hamma meni yoqtirmaydi. Bir gap bor. O'zi aslida bor-ku, aslida toifaga tayyorlanish, attestatsiya, milliy sertifikatga tayyorlanish umuman noto'g'ri narsa. Nima uchun bilasizmi? Nima uchun? Sababi siz qachonki miyangiz achishib ketmaydi, bu darajada ovora sarson o'zi toifada bilasizlar endi hamma o'zi harakatda hozir. Bizning kursimiz bor, boshqa kurslarda ham shunday. Onlayn bo'ladi, offlayn bo'ladi, markazda bo'ladimi, farqi yo'q. Hamma kimdirlar toifa uchun tayyorlanadi, kimdirlar milliy sertifikat uchun. Xullas, o'zini yo'nalishi bo'yicha tayyorlanib yuribdi. Hammayam. U abituriyent ham, hamma. Umumiy olganda ona tili adabiyot. To'g'rimi? Umumiy olganda ona tili va adabiyot. Mana bunaqa narsalardan qutulish bitta yo'li bor. Bitta yo'li bor. Ona tili adabiyotni boshidan oxirigacha to'liq, mayda-mayda, to'liq o'rganib savol-javobga qatnashsa, bu milliy sertifikat bo'ladimi, toifa bo'ladimi, hammasi oson bo'lib qoladi. To'liq o'rganish kerak. Noldan boshlab o'rganish kerak. O'qituvchilarga bu gapni aytishim o'zi sharmandagarchilik. O'qituvchilarga ham noldan boshlaylar deyman men. Abituriyentga aytsam ham boshqa gap edi. Aytaman-da, noldan boshlasanglar, ertaga shunaqa sarsongarchilik qo'rqmasdan yuraysizlar-da. Bilasizlar, nol kimdirlarning hozir miyasidan o'tishi mumkin. Menga noldan nima kerak? O'zi yoshim bo'lib qoldi, yoshim ham katta. Ustozlar, sizlar nima uchun dars o'tib yurganlaringizni ham mohiyatini bir anglab olinglar oldin. Bir anglab olinglar. Nima uchun o'qituvchi bo'lganlaringizni mohiyatini bir o'zingizga savol berib anglab oling. Nima uchun noldan boshlab o'rganish kerakligini keyin tushunib yetasiz. Yoki darslikdan ham attestatsiya tushirgan savolni tushunasizmi desam, o'qituvchilar qancha vaqt to'plash kerak? O'qituvchilarmi? Oltmish besh, 70dan yuqori. Keyin 80dan yuqori. 65-70 u abituriyentlarniki edi. Ular 80dan yuqori bo'lishi kerak. Ravishning sifatlashuvini tushuntirib bering. Xo'sh. Ravishni sifatlashuvi deganda hozir sifat so'z turkumi ravishga bog'lanishi kerak deganday bo'lyapti-da hozir. Sifat ravishga bog'lanadimi? Shuni birinchi topib olish kerak. Sifat ravishga tobelanadimi? Balki borda bir o'ylab ko'rish kerak ekan. Misol kelsa bo'ladi, Ro'zmatova. Bugun markazdagi abituriyentlarimga milliy sertifikatda nimalar qildirgandim? Milliy sertifikatda abituriyentlar to'liq aytganda qiladi-da. Eng kam 80 olgan. Eng kam 80. Abituriyentlarning eng kam 80 olgan. 80 bugunda kecha men mock test o'tkazgandim.
85, 86, 89, 87, 90 chiqqani yo'q hali. 89 bo'ldi. Eng kami 80 olgan. Sababi ular doimiy darsga keladi. Doimiy topshiriqlarni qilishadi. Doimiy dars qilishlikni foydasi shuncha bo'ladi. Vaqtida qilingan narsani effekti ham zo'r bo'ladi. Ular yoshda yoshmas. Yoshmas, prosta tartib bor-da, tartib. Muhammadi va Zaynab. Mana shu kursimni o'zingiz uchun tartib deb hisoblasangiz, bu natija sizda ham bo'ladi. Ertaga domla mana bu narsani so'raydi. Domla mana bu narsani uyga vazifa qilib beruvdi. Bugun darsga kirishim kerak degan o'zingizga tartib qo'yib olsangiz, bo'ladi sizda ham. Ishlamaydi. Jinni kim? 26-mart. Sanasi aniq emasku hali. Ko'pi ketib oziqona. Bu otlashuv deyiladi. Seksen bal olish juda qiyin. Hech qanday qiyin emas. Yakunlaymizmi darsni? Mana dars yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Vazifalarni o'z vaqtida zapisini tayyorlab beraman.